Dadam. Yaxshimsan o'g'lim? Assalomu alaykum Freydom aka. Sen yaxshimsan? Mana shu oyim beraver, ichida nimadirlar bor, ko'rchi. Hop. Mana nos yo'q ekan. Nima? Non yo'q ekan. Ha, non bor olib kelganman. Kirmoqchi bor ekan. Hali dengi bo'sh bo'lsa kerak-a? Bo'sh. Bir bo'lak pivo bor. Ha? Dadajon, siz sog'. Keling, dada. Ha, chiroyli ekan saninglar. Dada, yuzingiz esimdan chiqib ketibdi. Bo'ldi esladim. Shapkam nima olding? So'v yechinib o'tiring dedi. Dadasi, o'rtog'im dadasi. Aspanisi ham yaxshi ekan-a? Kim sumkasi? Meniki? Jenskiyu. Yo, bu o'g'il bolalarniki mana dada, qarang ozmo dada, shunaqasi. Qo'ychi. Senga necha marta aytdim men to'pilimga tegmadim. Kiyinaga rioya qilish kerak. Rahmat demak topolmaydi. Behruzligi dada. Kasbim shu bilan zo'r ketadi-da bu. Mayli, yaxshi o'tiringlar, xo'pmi? Tufli rostdan sanligimi? Ha? Kiychi. Qo'lga tushdi-ya.